Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari, mana navbatdagi katta katagimizda mana Isuzuga yuklayapmiz, Toshkentga chiqarib yuryapmiz. Bu katagimizning razmeri uzunligi 2,5 metr, eni 1,40, balandligi 270 ta o'z ichiga oladi. Uyalarimiz soni 50 tadan iborat. Zamohlarni qo'yib qo'yganmiz. Juda chiroyli holatda. Idishini achchiq. Bitta. Ichkari mana odamni xotirjam ko'taradi. Ichkarida mana katta parlash xonalari bor. Xonalari ham yetarlicha. Mana bu yerda mana suviga, narigi tomonda doniga joy tashlab ketilgan. Setkalari yaxshisidan bo'lgan, yo'llari MDFdan bo'lgan, juda chiroyli holatda qattirilgan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3015 raqamiga telefon qilaverasizlar. Mana bu yerda mana katta gigantidan bor, polni profildan bo'lgan, razmeri uzunligi 3 metr, eniga 2 metr, balandligi 2,5 metr. 64 ta uyalisidan bor. Burada mana sharsharalari ham bor, ishlaydi. Mana bu yerda yana ikkita kichkinasidan bor, tayyor so'raganlarga. 1,40 ga 1 metr, 1,20 ga 1 metr. Mana bu yerda mana tovuq katalarimiz bor. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Quyidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar.